Navbatdagi oilaga Ramazon hadyasini beramiz. Aniq bunaqa oilani siz ko'rmagansiz. Hali charchamayapsizlarmi? Ramazon hadyasi olib keldim sizga. Bu yotoqxonalar holat og'ir-ku. Farzandlaringiz so'ragan narsani olib bera olmasangiz, sizdan nima o'tadi? Boricha yediraman, boricha kiydiraman deyman. Nima qilardim? Sabrli bo'lib yashanglar deyman. Ilojim yo'q deyman. Bularni yashayotgan xonalari 2,5 ga 2,5 chiqadi. Chiqsa agar, bo'lmasa undan ham kichkina 5 kishi mana shu yerda yashashini, yotishini tasavvur qilinglar. Fotolarimizni ko'radi. Nima deydi? Kichkina deydi. Ular bo'yi katta. Nima shunday shunaqa qilinglar. Shunaqa katta uy qurib beraylikmi?